Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Buni kechki Latviya aylanib dam olib yuribmiz. Ko'chalari juda ham chiroyli, eski shahar. Me'moriy obidalari Italiyani arxitekturasiga o'xshaydi. Latviya's radio, bu radio studiyasining binosi. Chiroyli juda ham atrof bahaybatligini qaranglar, bu zdaniya. Tagidan olinsa juda ham katta ekan, bu muzey ekan bu. Latviyaning muzeyi. Atmosfera juda ham chiroyli. Plashatkalar kak Italiyalarga o'xshaydi, Yevropaning boshqa davlatlariga o'xshaydi. Eski shaharlar juda ham chiroyli, obidalari tarixiy. Juda go'zal. Hozir bugun budniy kunligi uchun odam kam. Dam olish kunlari juda ko'p bo'ladi odamlar bu yerda. Italiyaning Venetsiya yana qaysi davlatlariga o'xshab ketar ekan. Juda chiroyli avtobus qaranglar. Elektrobus. Juda go'zal, juda go'zal. Lakomkasi bor ekan bu yerda, lakomka. Shunaqa gaplar qisqacha. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Omad hammaga.